O'zbekistonda 12 ta viloyati bo'ylab yangiliklarimizni davom ettiramiz do'stlar. Hozirgi kunda oktyabr oyida Umra ziyoratiga borish narxlari nech pul bo'lyapti? Litsenziyalangan firmadan Umra ziyoratiga 14 kunlik Umra ziyoratiga boradigan bo'lsangiz, shart-sharoitlari qanaqa bo'lyapti? Undan tashqari do'stlar, xo'p, paketimiz ichiga qanday qulayliklar kirgizilgan, mehmonxonani uzoqligi, shart-sharoitlari, 50 vosh xizmatlari qanaqa, to'liq ma'lumot olgan, yana Ulug'bek akamiz oldilariga yetib kelganmiz. Do'stlar, o'zi O'zbekistonda 14 tagina firma Umra litsenziyasiga ega bo'ladi va shulardan bittasi Centrum Holidays bo'ladi do'stlar. Centrum Holidays'da afzallik tomonlaridan bittasi O'zbekistonda 12 ta viloyatini 6 ta viloyatda do'stlar o'z reyslarini qo'yishgan, ya'ni primoy reyslar bo'ladi. Sizga juda qulay bo'ladi. O'zingizga yaqin bo'lgan aeroportdan bemalol Umra ziyoratiga borib kelsangiz bo'laveradi. Ovoragarchilik qilmaysiz, vodiyga yoki Toshkentga borib do'stlar, yo'lma-yo'l yurishingiz shart emas. Videoda uzoq kuttirmaymiz do'stlar. Mehnatimizni qadrlagan holda bir dona like tugmasini bosib, kommentariyaga omad deb yozib qo'ying. Men siz uchun inshaalloh to'liq ma'lumotini olib beraman. Xo'p, assalomu alaykum Ulug'bek aka, yaxshimisiz? Charchamasdan Ulug'bek aka. Xo'p, hozirgi kunda oktyabr oyida mana hozir umra sezon degan bo'laveradi. Hojilarimiz juda ko'p borishyapti. Inshaalloh O'zbekistonda umra ziyoratini qilmagan hoji qolmas, ha? Hozirgi kunda Centrum Holidays'dan umra ziyoratiga boradigan bo'lsa, paketimiz necha kunlik bo'ladi? Shart-sharoitlarimiz qanaqa aka? Xo'p, paketimiz 14 kunlik bo'ladi. Shart-sharoitlarimiz, standart paketlarimiz Madina Munavvarada markazda joylashgan mehmonxonamiz, 4 yulduzli mehmonxonamiz bo'ladi. 2 mahal o'zbek milliy taomlari, Makka mukarramada 1,5 kilometr, 2 kilometr o'rtasida mehmonxona. Xo'p, 3 mahal o'zbek milliy taomlari bo'ladi yerda. Xo'p, shart-sharoitlarimiz keladigan bo'lsa, shart-sharoitlarimiz aytib o'tirganidek, telefonda yana to'liqroq ma'lumot olishadi. Ko'pchilik har xil va'dalar qilishadi. Standart paketlarimiz o'sha 1,5 kilometr bilan 2 kilometr o'rtasida joylashgan bo'ladi. Undan yaqin mehmonxonalar Comfort, standart, Comfort bo'ladi, Comfort Plus bo'ladi, premium paketlar bo'ladi. U paketlar ham bor. Hamma o'zi tanlagan paketlar ketishlari mumkin. Yo'q, undan ham ekonom kerak desa, narxlari arzonda ekonom beramiz. Standart paketlarimiz 6 ta viloyatdan hozir narxlarimiz Xo'p, $1000 bo'lyapti. So'mga 12.500.000 dan bo'lyapti. Samarqandimiz narxi sal qimmatlashib qolgan hisobga Samarqandniki $1,050 bo'lyapti narxi. $1,050 bo'lyapti. Vodiydan Toshkentdan $1000 bo'lyapti. Aka, hozir xudo xolasa Madina Munavvaraga boriladigan bo'lsa, markazda, ya'ni Nabaviyaga yaqin joy do'stlar, Nabaviya masjidi, payg'ambarimizning masjidlarining yonida. Biz o'zimiz borganmiz, inshaalloh hammaga nasib qilsa, chunki gastisa juda qulay joyda. O'zi 4 ta qator bo'lsa, birinchi, ikkinchi qatorda bo'ladi. Makka mukarramaga boriladigan bo'lsa 1,5-2 kilometr oralig'ida. Bemalol do'stlar, haramga avtobusda boraman desangiz 5 daqiqalik yo'l. Agar piyoda boraman deydigan bo'lsangiz 15-20 minutda salovat aytib, masa qilib yetib olsangiz bo'laveradi. Xo'p, aqa borilgandan keyin oziq-ovqatlar Madinada 2 mahal, Makka mukarramada 3 mahal. O'zimiz milliy taomlar desa, o'zimiz po'rlab pishiradi. O'zimiz po'rlab. Bu ham juda zo'r, chunki do'stlar, biz o'zbegimiz bilasiz, jaydar xal sal baquvvat ovqat bo'lmasa bo'lmaydi. Ibodatchi quvvat kerak, ovqat bo'lishi kerak. Xo'p, aka, endi bitta oiladan ko'pchilik ketadigan bo'lsa, endi hozir ko'ryapsiz, ko'pchilik yosh bolali oilalar bor. Ketishyapti. Yosh bolali oilalarga qanaqa qulayliklar bor? Necha yoshgacha to'lov bo'ladi? Qanaqa summa to'lanadi? Xo'p, 2 yoshlargacha faqat vizasini pulini olamiz. 2 yoshlardan 5 yoshlargacha bilet vizasini pulini olinadi. 5 yoshlardan yuqori bolalarga kattalar yoshlar bilan bir xil bo'ladi. Lekin maktab yoshligini eslatib qo'yamiz. Maktab o'quvchilariga ruxsat yo'q. O'shani ogohlantirib qo'yiladi. Bir xil odamlar maktab boshlab ketadi. Hozir maktab boshlangan o'quv darslardan qolib ketib qolishadi. O'sha hisobiga maktab bolalarini Uchirilmaydi. Keyin aka, Madina Munavvarada payg'ambarimiz ramzalari bor, Makka mukarramada Ka'ba bor. Payg'ambarimizni ravzalariga olib kirish harakatlari qanaqa? Chunki juda ko'p odam Madina Munavvarada ziyorat qilayotganda eng katta niyati ravzalariga kirish. Makka mukarramada 7 marta tavof qilish. Xo'p, Madina Munavvarada payg'ambarimiz ravzalariga shu kungacha jo'natgan odamlarimizni nasib qilib hammalarini olib kirib chiqdik. Qolib ketgan odam bo'lmadi, Xudoga shukr. Undag'iga ham biz firmamiz tomonidan, o'zimiz tomonidan harakatimiz amalga oshirib berilgan, xudo xolasa olib kirib chiqiladi. Olib kirib chiqiladi. Aqa borilgandan keyin Madinadagi ziyoratlardan keyin Makkaga borilsa, xudo xolasa malakali 50 boshlar. Malakali 50 boshlarimiz Madina Munavvarada sayohatlarini, ziyoratlarini qildirib, Makka mukarramaga umralarni qildirib, undan tashqari ziyoratlari, undan tashqari Qizil dengiz sayohatlari olib chiqib kelib, malakali 50 boshlar. Kamida 2 yildan 5 yilgacha tajribasiga ega bo'lgan malakali 50 boshlarimiz xizmat qilishadi. Firma tomonidan
bular o'zlari uchun odamlar hozirgi kunda nima olib olish kerak, firma tomonidan nimalar beriladi aka? Xo'p, firma tomonidan biz beradigan kamzul, so'mka, beji beriladi. Qaytishlarga 5 litr zamzam suv sovg'a qilinadi. Xo'p, o'zlari bilan nima olib olishdan bo'lsak, chamadon bilan ruchnoy bo'ladigan bo'lsa, necha kiloda ko'sa olib berishadi. 20 kilo bagajimiz, 5 kilo ruchnoyimiz bo'ladi. Asosan nima endi, erkaklarga ehrom bilan tapichga, keyin 2 qavat yengil ustuvor bo'lsa, olishsa bo'ladi. Qolgan narsa zarar bo'lmaydi. Keyin o'zlariga maxsus ichib yuradigan dorilari bo'lsa, dorilarni olishlarini tavsiya qilamiz. Xo'p, keyin ayollar uchun maxsus libosda aytilmagan, toza yurgan pokiza o'sha yopiq suvosh bo'lsa bo'ldi. Uni maxsus libosi yo'q. Erkaklarga o'sha ehrom bilan tapishga. Ehrom bilan tapishga zo'r. Endi aqab borilgandan keyin xudo xolasa do'stlar, har bitta firmani o'z avtobus xizmatlari bor. 24 soat gassistensiyasidan uzilmaydi. Imенно bu firmada ham bor. Har 5 minutda qatnab turishadi. Doktor xizmatlari ham tashkillashtirilgan, yosh kattalar bo'ladigan bo'lsa, oyog'i og'riydiganlarga aravachalar ham bor. Xudo xolasa albatta. Doktor xizmatlarimiz 24 soat mehmonxonamizda xizmat qilishadi. Aravacha xizmatlarimiz ham, aravachalarimiz bor, lekin yana har safar tavsiya qiladigan o'zimizning narsamiz. Postoyanniy misol aravachaga muhtoj, aravachadan ibodat qilgan aravacha kerak bo'ladigan bo'lsa, o'zlari bilan olib olishsa, nur ustida nur bo'ladi. Nimaga? Erta aravachada mehmonxonada kutib olishmaydi, odam aravachaga ko'payib ketib qolsa, ochirib kutib olishmaydi. Vaqtlari unumli foydalanishadi, chunki 14 kun ham tez o'tib ketib qoladi. Tezda o'tib ketib qoladi. Zo'r. Aka, hozirgi kunda sizdan joy bron qilinadigan bo'lsa, shu pastdagi nomerda WhatsApp, Telegramlar bor. Zagiran pasportlarni tashlab bersa bo'ldi. To'lovlar qanaqa bo'ladi aka? Xo'p, mana shu aloqaga chiqsa, yana to'liq ma'lumot berishadi. Biz tarafdan aytiladiki, Zagiran pasportni rasmiy olib tashlab berishadi, Telegram va WhatsApp orqali. Keyin har bitta odamga shartnoma tuzib beriladi, bank orqali, shot orqali to'liq o'tkazishadi summani, dogovor qilingan summani. Yo, ofisga tashlab bersangiz, ofisga lakasini tashlab berishadi, ofisga kelib ofisga shartnomalarni ko'rib, masalan, ko'rib turgan litsenziyalarni ko'rib, yana tanishib chiqishi, yana bemalol to'lovlarni kassasi bor. O'zining ofisimizda kassasiga to'lov qilib, cheklarni olib chiqishlari mumkin. Xudo xohlasa do'stlar, 14 kunlik umra ziyoratiga bormoqchi bo'lganlar, dokumentarni firmadan bormoqchi bo'lganlarga do'stlar video pastda nomerlarni qo'yib ketdik, aloqaga chiqsalaring. Agar kelib gaplashaman deydigan bo'lsalaring, do'stlar hozir ofislarda o'tiribmiz. Kesalaring ham bo'laveradi, lokatsiya tashlab berishadi. To'lovlarni do'stlar shu yerda qilib ketaverasizlar. Dokumentlarni 100% tekshirib olsalaring bo'laveradi do'stlar. Xudo xohlasa, inshaalloh hammamizga nasib qilsin deb qolamiz. Videoda shu joygacha ko'rganlar kommentariyaga o'z izohingizni yozib keting do'stlar. Keyingi videomizda yana qanday savollar beraylik sizga, qanaqa yana ko'nikmalar bo'lishi uchun nimalar deb akamizga savol beraylik va javob bersinlar. Agar biz bermagan savol yoki javob bo'ladigan bo'lsa, ma'zur tutasizlar, pastdagi nomerdan so'rab olsalaringdan bo'laveradi. Xudo xohlasa do'stlar, litsenziyalangan umra ziyoratiga sizlarni taklif qilib qolamiz do'stlar. 6 ta viloyat: Andijon, Namangan, Farg'ona, Toshkent, Termiz, Samarqanddan maza qilib premyer reyslarda borib kelsalaring bo'ladi. Xudo xohlasa to'liq ma'lumot beradigan umiddamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, bizni kuzatishda davom etinglar.